Sizda juda muhim bir gapim bor edi. Gapiring. Qabul qildim degan so'zingizga ishonib, o'zimni bag'ishladim degan va'dani berib, qo'lingizdan tutgan bir ojizaman. Meni ota-onam ham, aka-uka, opa-singlim ham sizsiz. Iltimos, meni yolg'iz qoldirmang. Ba'zan uy yumushlari-yu farzandlarga chalg'ib, ularning kulgusi-yu yig'isi, parvarishi-yu tarbiyasidan ortolmay, hojamning parvarishini unutgan bo'lsam, buni beparvolik emas, onalikka yengilish deb qabul qiling. Gohida sizni rashk qilib, noo'rin so'zlar bilan ranjitsam, ayolligimga borib hissiyotlarga berilsam, buni behuda so'zlar emas, ojizaning muhabbati deb qabul qiling. Sizdan kutadigan mehrim va e'tiborimni, meni yaxshi ko'rmaysiz deb arazlashimni, doim o'zgarib turadigan kayfiyatimni injiqlik emas, ayollik fitrati deb qabul qiling. Teran fikrlaringizni mag'zini chaqishga zakovatim yetmasa, ayollar tovuq miya deb emas, ayol ojiza deb qabul qiling. Zero ojizaligimiz bilan go'zalmiz. Behuda rashkimni ham, noo'rin jahlimni ham, yosh boladek kulishim va yig'lashimni, gohida o'zim ham tushunmaydigan fitratimni erkalik yoki injiqlik emas, qiyshiq qovurg'am deb qabul qiling. Alloh umringizni uzun, rizqingizni ulug' qilsin. Oilamiz uchun chekayotgan zahmatlaringiz, qilayotgan mehnatlaringizni Robbim qiyomat kunida foydangizga hujjat qilsin. Sizni jannat bilan siylasin. Amin.